Qandli diabetni ikkinchi turini remissiya fazasiga, ya'ni sog'lomlik davriga olib kelish strategiyasi haqida bugun gaplashamiz. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Tursunov Ilyos Iskandarovich, endokrinolog shifokoriman. Ish faoliyatim natijasida 10 mingdan ortiq bo'lgan qandli diabeti bor bemorlarga yordam berib kelmoqdaman. Bugun sizlar bilan qandli diabetda asosiy masalaga, ya'ni jigar salomatligi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik sahrni diabetni davolashda faqat qondagi sahr miqdorini tushirishga qaratadi, lekin asosiy bu yerdagi fundamental muammo, ya'ni jigarni yog' bosishini davolashga qaratishmaydi. Chunki jigarni yog' bosishini davolash bu insulinga sezuvchanlikni davolashda eng samarali usul hisoblanadi. Chunki nega? Jigar bu bizlarda insulinni ishlatadigan katta a'zolardan biri hisoblanadi. Qondagi qand miqdorini regulyatsiya qiladigan eng katta bez hisoblanadi. Jigar normada qondagi glyukoza miqdorini glikogen, ya'ni zapas ko'rinishidagi yog'lar sifatida to'plab berish vazifasini bajaradi. Jigarni yog' bosganda bu glyukozani glikogenga aylanish funksiyasi pasayib ketadi. Buning natijasida qonda glyukozani ko'payib ketishi va bu miya hujayralarini sekin-astalik bilan neyropatiyasini chaqiradi. Bunday bemorlarda holsizlik, tez-tez charchash, xotira pasayishi, apatiya holati, ya'ni tushkun kayfiyatlarida bo'lishi va doimo asabiylik holatlari kuzatiladi va keyinchalik jigarni yog' bosishi boshqa a'zolarga tarqalishni boshlaydi, ya'ni oshqozon osti beziga va oshqozon osti bezida insulin ishlab chiqaruvchi beta hujayralarning zararlanishi natijasida bu keyinchalik bemorlarda insulinga o'tirib qolishiga olib keladigan holat hisoblanadi. Oshqozon osti bezini beta hujayralarini tiklashda ko'pchilik buni imkonsiz deb o'ylaydi. Qandli diabetni ikkinchi turida beta hujayralar, insulin ishlab chiqaruvchi hujayralar juda ham nagruzkada ishlashadi, ya'ni ortiqcha vez hisobiga, jigar yog' bosish hisobiga va oshqozon osti bezini ham lepamatoz, ya'ni yog' bosish hisobiga bu ma'lum vaqt davomida juda ham ko'p insulin ishlab chiqaradi. Buni oldini olish uchun 6 kun ichida sezilarli darajada oshqozon osti bezida nagruzkani olib tashlash mumkin. Buni o'zining ketma-ket qadamlari bor. Oshqozon osti bezini to'liq tiklanishi uchun 8 hafta, ya'ni o'rtacha 2 oy davomida talab qiladi va bunda bir nechta qadamlar orqali ketonlar bilan va qondagi sahrni miqdorini normallashtirish bilan amalga oshiriladi. Xudoning o'zi berdi menga buni. Ibrat med yaxshi ham shu yerda ochilibdi. Biz yaqinda turamiz, yaqin orada. Bemor bizlarga 6 oy oldin murojaat qilgan qalqonsimon bez kasalligi bo'yicha, ya'ni qalqonsimon bezda gormonlar ishlab chiqarilishi butkul to'xtagan holatda bizlarga murojaat qilgan va bemor lecheniya olgan mangacha. Bunda qalqonsimon bez gormonlarida juda ham o'zgarish bo'lgan. TTG degan gormon bor. Bu 100 gacha chiqib ketgan, normasi 5 gacha bo'ladi aslida. Bemorga har xil dozadagi qalqonsimon bez gormonlarini berishgan, 300 gacha, 250 gacha darajada chiqarib ko'rishgan, lekin qalqonsimon bez gormonlar normaga kelmagan. Biz bu yerda tekshirdik, to'liq tekshirib, undan keyin laboratoriya analizlardan keyin bemorga lecheniya o'tkazildi va hozirgi holatda qalqonsimon bez gormonlari normaga erishildi. Hozir juda yaxshiman. Ko'p ishlagim kelyapti uyda. Shu rahmat sizga doktor. Shunaqa rahmat sizga. Mendan ming rahmat sizga. Yaxshi sizdan shifo topdim. Xudoga ming qatla shukr. Beta hujayralarni tiklash va insulinga sezuvchanlikni oshirishda bir nechta yo'llari bor. Shular to'g'risida hozir gaplashamiz. Bulardan asosiylardan biri ketoratsionni tuzish, ya'ni kletchatka miqdorini ko'paytirish. Kletchatka bu ham uglevodlar turiga kiradi, lekin bu insulinni miqdorini oshirmaydigan va oshqozon osti beziga nagruzka bermaydigan uglevodlarning turiga kiradi va bularni siz qancha iste'mol qilishingizdan qat'iy nazar sizdagi insulin darajasi oshib ketmaydi va sizdagi sahr miqdoriga ham ta'sir qilmaydi. Kletchatka bu insulin darajasini ko'tarmaydigan yagona uglevodlarga kiradi. Keyingisi bu ovqatlanish tartibiga amal qilish kerak. Siz ovqat yeyishdan oldin birinchi kletchatka, ko'katlar, sabzavotlardan boshlashingiz kerak va keyin oqsillarni boshlashingiz kerak. Bunda sizda o'sha insulinni ko'tarilishi, skachkasi bo'lmaydi. Kundalik oqsil iste'mol me'yori bor, ya'ni o'rtacha sog'lom odamda oqsil miqdori kunlik 70-80 gram bu
norma hisoblanadi. Shuning uchun oqsilni kundalik me'yorga e'tibor bering, chunki ko'p oqsil iste'mol qilish ham bu buyrakka nagruzka tushiradi, buyrak hujayralarini sekin astalik bilan charchatishi mumkin. Kuniga 3 mahal ovqatlanish kerak. To'g'ri ovqatlanish tartibida ham ertalabki va tushlik va kechki ovqat bo'lishi shart. Buning natijasida sizda insulinni o'sha hujayralarda to'planib qolishi va bundan tashqari sizda xolesistit va pankreatlar kelib chiqishi oldini olinadi. Chunki sizda agar intervalli golodaniya miqdori qanchalik uzoq bo'ladigan bo'lsa, bu ishlab chiqarilgan suyuqliklari o'zini o'zi yemirishni boshlaydi va surunkali pankreatitga olib keladi. Va bu keyinchalik sahrni diabetni ham chaqirishi mumkin va siz mana shu 3 mahal ovqatdan tashqari yana qo'shimcha ovqatlanmang. Chunki siz bu asosiy ovqatlar orasiga qo'shimcha ovqatlar qo'shadigan bo'lsangiz, unda beta hujayralar yana qo'shimcha ishlashga to'g'ri keladi va sizda yana insulinni qo'shimcha skachkasiga ko'tarilishiga olib keladi bu narsa. Va yakuniy qilishingiz kerak bo'lgan ish bu jismoniy faollikni ko'paytirish. Chunki bizlarda mushak massasi bor. Bular bizlarda glyukozani ishlatadigan asosiy organlardan biri hisoblanadi. Siz qancha ko'p piyoda yursangiz va aktiv sport bilan ko'p shug'ullansangiz, sizdagi ortiqcha glyukoza to'planmaydi. Bular yoqib beradi mushak massasi. Shuning uchun qandli diabetda ikkinchi turi bor bemorlarga doimo sport bilan shug'ullanish va aktiv hayotni ko'paytirish orqali sizga o'sha qo'yilgan sahrni diabet ikkinchi turi bu siz uchun oddiygina bu diagnoz bo'lib qoladi. Agar siz harakat tarzini ko'paytiradigan bo'lsangiz, vaqt kelib dorilardan chiqib, beta hujayralar, ya'ni insulin ishlab chiqaruvchi hujayralaringizni o'zingiz faollashingiz mumkin va bu hujayralar vaqti o'tishi bilan o'zi tiklanadi va siz yuqoridagi qadamlarni ketma-ket bajarib va sizda qondagi qand miqdorini qancha tushirishga vaqtliroq harakat qilsangiz, oshqozon osti bezingiz shuncha tez tiklanadi. Xulosa shuki, qandli diabet ikkinchi turi bu sizga hukm emas, bu oddiy diagnoz hisoblanadi. Yuqoridagi aytilgan maslahatlarga amal qilib, siz oshqozon osti bezingiz faoliyatingizni tiklab, kerak bo'lsa qandli diabetdan ham qutulishingiz, ya'ni remissiya fazasiga kelishingiz mumkin. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va bu videoni qandli diabeti bor bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying. Agar sizni qandli diabet bo'yicha qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. O'zim shaxsan javob berishga harakat qilaman.